Men O'zbekiston mana Koreya birinchi marta Koreya muzeyiga ketyapmiz. Zo'r bo'lsa kerak taassurotlar. O'zim qanaqalarim tashqari Koreysini o'qiyman. Birinchi o'yinda o'qiyman. Hangmolgonga ketyapmiz. Bu muzey, Koreys muzeyi, ya'ni Koreys milliy kiyimlarini ko'rishimiz mumkin. Ko'rinishdan zo'r joyga o'xshayapti. Bu o'sha Kimpo shahriga tegishli tarixiy zdaniya. Yozilgan. Spak Molkwan Ipko. 하나 놓들으시면 되겠네. 공수하고 배례하면 인사합니다. 공수 배례 인사하세요. 인사. 안녕하세요. 안녕하세요. Koreys xalqi ko'k choyni kafe va maxsus choyxonalarda iste'mol qilishadi. So'nggi paytlarda ishlatishga qulay bo'lgan paketchalarga qadoqlangan choylar ommalashib ketdi. Ko'k choyni ham qaynoq, ham sovutilgan holda ichish mumkin. Koreyslar go'sht va baliqli taomlar tayyorlashda ham unga ko'k choy qo'shishar ekan. Ko'k choy taomga ko'k rang berish bilan birga uning yoqimsiz hidlarini ham bartaraf etadi. Ko'k choy tarkibidagi katexin moddasi oziq-ovqatdan zaharlanishning ham oldini olar ekan. Koreyada azaldan ko'k choy ichilganiga Tado, ya'ni choy yo'li ta'limoti ham yaratilgan. Choy o'simligi Koreyada Cholla Namdo provinsiyasining Pasondagi mashhur plantatsiyalarida, Chejudo orolida va Kensan Namdo provinsiyasidagi Hadonda yetishtiriladi. Choy o'simligi yetishtiriladigan har bir hududda o'zlarining choy festivallarini ham o'tkazishadi. kiyimda kiyib. 자 이쪽으로 오세요. 모두 같이. Xodimlar yurishganiga oldinroq yurishgan. Qurollar kim bilmayman lekin manda boshqacha edi. Sal javob turdim. 모두 같이. 우리 반. 어때요? Hanbok Koreya xalqining milliy libosi hisoblanadi. U asosan yorqin rangdagi ipak matolardan tikiladi. Koreyaliklarning kiyimi azaldan ularning mansab darajasini belgilab bergan. Masalan, qizil hanbok kiygan insonlar zodagon hisoblanishgan. Saroy javohiri serialida ham bunga guvoh bo'lib ulgurgansiz. Koreyalik erkak va ayollarning kiyimlari albatta farqli. Ayollar yubka chima kiygan bo'lsa, erkaklar shim panjidan iborat hanbok kiyishgan. 20-asrga kelib esa hanbok qulay ko'rinishga keltirilgan. Bugungi kunga kelib esa bu kiyimlarni faqat to'y va marosimlarda kiyishni odat qilishgan.
Qanaqadir ham shunaqa o'yinlari bor ekan. Tushunarsiz. Otish kerak ekan, o'shanchaga tushish kerak ekan. Men kamon deb o'ylabman birinchi. Usmanshi 40 yosh, yugurishni qaranglar. Bugungi videoni vlog ko'rinishi qilmoqchiman. Birga yurib, ba'zi joylarda o'zim ham shu kiyimlarni kiyib, choyda ichib ko'rishimga to'g'ri keldi. Shu sababdan ko'proq vlog olishga imkonim bo'lmadi. Keyin juda ham issiq havo. Quyosh yo'q ko'rinyapti, lekin juda ham issiq. Simashi, chimisa? Arjimisa. Bugungi videomiz shu joyda tugadi. Keyingi videolar ko'rishni unutmanglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Yana ko'rishamiz. Anyan O'zbekiston.